Vatanni himoya qilish oliy qadriyat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining qurolli kuchlari mana shunday qadriyatlarni himoya qiluvchi mustaqil O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligiga O'zbekistonda tashkil etilgan armiyalarda haqiqiy, salohiyatli, bilimdon, bilimchan va sog'lom, kuchli va chidamli mard o'g'lonlarning doimo vatan xizmatida shal ekanligi yurtdoshlarimizni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, sadoqat namunalari bo'lgan vatan himoyachilarimiz mudofaamizni, tinchligimizni, xalqimizning bir qarish tuprog'ini saqlash uchun bir kecha orom uyqu olmasdan vatanga fidoyilik bilan xizmat qilishmoqda. O'zbekistonning nurli istiqbolini, davlat manfaatlarini munosib himoya qiluvchi aziz